Ko'rayotganinglar cho'ng tipki universal san'at programmasi Abida Cholpanlar Sehnisi. Programmamızda oyun bir şekil, oyunga yo'shirilgan aktiv energiya, oyunda aks etgan inoqlik, oyun ip kelgan shodlik huzuri dal bizning maqsadimiz. Biz ko'rishga taqozo bo'lgan cho'lpanlarimiz, qaltis talanti bilan elni so'yindirgan, mo'l natijalar bilan hurmatimizga sazovar bo'lgan ilg'orlarimiz uchun sahnimizdan o'rin hozirladi. Ular tabiiyligi bilan, samimiyati bilan, ko'rmanlarga bo'lgan hurmat va mehr-muhabbati bilan sahnimizni obod qildi. Xilma-xil o'yinlarga moslashib, o'yin ichiga qizg'inlik va hayajon bilan singib kirdi. Ba'zida bolalardek omaq, ba'zida yoshlardek qizg'in, yana ba'zida mo'tivarlardek tamkin obrazi bilan o'yinda yengib olganda kollektivning kuchini, ajr mevasini tantana qilsa, yengilib qolganda texmi hayajon va kam qo'saqlik bilan esil san'at nomerlarini o'rinlab, ko'rmanlarimizning ko'nglini oldi. Cholpanlar Sehnisi har millat xalqining shodlik sahnasiga aylandi. Har oyda yangi cholpanlar, har sonda yangi o'yinlar, naq maydon komediya, kulki chaqchaqlar, shodligingizning avji dal Cholpanlar Sehnisi. Salam ekran aldagi qadrli ko'rman do'stlar, salam naq maydondagi karxanchilar, ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan do'lan o'qachilik chekishlikda birlashib ishlagan Abida Cholpanlar Sehnisi programmasi. Men riyosachi Mahira Abdug'ani. Kulgan yuzlardan baxt parlaydi, kuldirgan yuzlardan mehr muhabbat taraydi. Bizning Abida Cholpanlar Sehnisi programmasi el orasidagi talantlar, dangliq cholpanlar, shunaqla har soha, har kasbdagi energiyalik shaxslarni asos qilib, har millat xalqining xo'shalliqi, baxtiyor inoqligini namoyon qiladigan universal san'at programmasi. Men program riyosatchisi Adila Nijat. Boshqalarimiz programmamizning tajdor o'rinlarini e'lon qilib o'tamiz. Programmamizning tajdorini Xinjiang Abida Biofan texnik chekish shirkati o'z ustiga oldi. Programmamizni qo'shnur yuvish buyumlari chekish shirkati alohida qo'llagan. Xinjiang Trade xalqaro soda chekish shirkati alohida hamkorlashgan. Xinjiang asr yulduz soda chekish shirkati alohida hamkorlashgan. Ondan boshqa yana Xinjiang Lianda fan texnik chekish shirkati har oyda 50 ming yendan, yil oxirida 600 ming yen naqd pul va Lianda mahsulotlari bilan bizning cholpanlarimizni mukofotlaydi. Endi biz naq maydondagi korxonalarimizni tanishtirib o'taylik. Xinjiang Iran xalqaro soda chekish shirkatining ijroiya lideri Munira Abdumid qarshilamiz. Xinjiang Barganas xalqaro soda chekish shirkatining lideri Yaqubjon Ömer Efendi qizg'in qarshilamiz. Xinjiang Ko'znak Kuchurpan texnik chekish shirkatining lideri Varis Qurban Efendi qarshilamiz. Xinjiang Kindal Biofan texnik taraqqiyot chekish shirkatining qurg'uvchisi Yasinjon Sulaymon Efendining yaramli qizbasari Faxriddin Yasin Efendi qarshilamiz. Xinjiang Parila xalqaro soda chekish shirkatining lideri Mehrigul Tursun xonim qarshilamiz. Xinjiang Lokman Hakim Biofan texnik chekish shirkatining bosh direktori Aytura Abdumid xonim qizg'in qarshilamiz. Xinjiang Mo'jiza biotexnologiya taraqqiyot chekish shirkati Mo'jiza Uygur tibobat dori zavodidan Anvarjon qarshilamiz. Urumchi Yeshil yaproq soda chekish shirkatining bosh direktori Muhammad Emin Ibrohim Efendi qizg'in qarshilamiz. Xinjiang Qo'shnur baxt soda chekish shirkatining lideri Ayshigul xonim qarshilamiz. Xinjiang Qo'shnur yuvish buyumlari chekish shirkatining birlashma qurg'uvchisi Abdumajid Semit Efendi qizg'in qarshilamiz. Sartan guruhining bosh direktori Bayliq torining qurg'uvchisi Qaysarjon Tahir Efendi qizg'in qarshilamiz. Xinjiang Anargul soda chekish shirkatining qurg'uvchisi Anargul Yunus xonim qarshilamiz. Xinjiang Junior Xinji öymülük taraqqiyot chekish shirkati Yingshan Xinjiang yemek-ichmek madaniyat soda ko'chasining mas'uli Minavar G'o'jahlar xonim qizg'in qarshilamiz. Lianda fan texnik chekish shirkatidan Husanjon Hoshir qarshilamiz. Urumchi Al-Ravan tor texnik chekish shirkatidan Akram Hamid Efendi qizg'in qarshilamiz. Xo'sh, Adila, korxonchilarimizni tanishtirib o'tdik. Endi biz Sayıfxan guruhi a'zolari bilan mehmon guruhiga a'zolarni birma-bir tanishtirib, qizg'in olqish ichida ularni kutib olaylik. Oldi bilan Sayıfxan guruhiga a'zolarni taklif etamiz. Kenshan kino studiyasining ataqli rejissyori, el suygan aktyorimiz Abdukerim Ablis aka qarshilamiz. Her vaqt sahnimizni yoritib turing. Abdunum rayonlik madaniyat yurtidan ommaviy madaniyat tadqiqotchisi, davlatlik birinchi darajalik aktyor faxrimiz Xayrgul Hasan xonim. Xayrgul aka qarshilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining dangliq rejissyori, dangliq aktyorimiz, dangliq etot-chulpanimiz Xasiyat Qurban qarshilamiz. Xasiyat aka ishkapsiz. Xinjiang san'at yurti Serik ömigining davlatlik birinchi darajalik artisti, yoshlar ichida to'limi ko'zga ko'ringan cholpanimiz Mamatjon Ro'zi Said. Qarshilamiz Mamatjon. Yoshlar ichida to'limi olqishliq bo'lgan naqsh cholpanimiz Wang Jangjang
Qarşılaymiz Nongjonjon. Xo'sh, qani, endi mehmon guruhiga a'zolarni eng qizg'in alqishimizda kutib olamiz. Bizning bu san programmamizga alohida taklif qilingan mehmon guruhidagi a'zolarimiz bo'lsa, Abdunum rayonimizning yillardan bu yangi kino, televiziya tarjima ishlarida o'zining bir kishilik tulkisini qo'shib kelayotgan, parda aqsida xalqimizning xushliqi, ma'naviy madaniyati uchun to'yib qo'shib kelayotgan texnikar ovoz artistlarimiz. Ular bo'lsa-mu, ko'pga qodir, birga moyir, davlatlik birinchi darajalik ovoz artisti, ovoz rejissyori Yalqin Safar apandi, xush keldingiz. Xush kelibsiz Yalqinga. Qarşılaymiz. Vukun ağa. Rahmat, rahmat. Davlatlik birinchi darajalik ovoz artisti, ovoz rejissyori Hamid Alimjon apandi qizg'in qarshilaymiz. Qarshilaymiz Hamidga. Ko'pga qodir, birga mohir, birinchi darajalik ovoz artisti, naqshchi, talantli aktyor Gulbahor Ro'zi xonim, xush keldingiz. Qarshilaymiz Gulbahorga. Talantli ikkinchi darajalik ovoz artisti, 90-yillardagi kino artisti, shundoqla ko'zga ko'ringan ovoz artisti Rabigul Ahmad xonim, xush keldingiz. Qarshilaymiz Rabigulada. Ko'pga qodir, birga mohir, talantli yosh ovoz artisti, naqshchi Guljamal Sabit, xush keldingiz. Guljamal Sabit, qarshilaymiz. Ustoz san'atkorlarimiz bilan, shundaqla qurdoshlarimiz bilan bir sahnada turish bizning iftixorimiz, faxrimiz. Bugun har ikki guruhga omad yor bo'lg'ay. Ko'pchilikningki tang hamkorligi bilan to'liq go'zal, xushallik tusini olgan o'yinlarni boshlab ketamiz. Undaq bo'lsa, tayyorlik qilaylik ko'pchilik. Rahatlik kiyimlarimizni kiyib olaylik. Marhamat. Qani marhamat. Bu o'yinga 5 nafar guruh a'zosi qatnashadi. Ularning orasini Erkatjon tam to'sib turadi. Birinchi a'zo xatni ko'rib, harakat orqali ifodalab, ikkinchi a'zoga yetkazadi. Ikkinchisi orqadagiga yetkazadi. Eng oxiridagi a'zo riyosatchiga o'z faraz qilgan so'zni aytib beradi. Bu jarayonda qat'iy ovoz chiqarishga bo'lmaydi. Xo'sh, hurmatli qarg'anchilar, ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, biz mana kiyimlarimizni yangilab, taq bo'ldik, o'yinlarimizni boshlash oldida turyapmiz. Biz birinchi o'yinimiz to'g'ri yetkazing o'yinini hozir boshlaymiz. Undaq bo'lsa, biz Obida guruhiga Abdukerimxon boshchiligidagi barliq guruh a'zolarini taklif qilamiz. Marhamat. Shundaqla taklifimizga bizning guruh guruhimizdagi Yalqin Safar aka boshchiligidagi barcha guruh a'zolarini taklif qilamiz. Qani marhamat. Abdukerimxon, Yalqinga tayyorlig'inglar bitdimi? Tayyorlig'imiz bitdi. Birinchi o'yinga meningcha Obida guruhiga tayyorlik qildik. To'g'ri, Abdukerimxon boshchiligidagi guruh a'zolari to'g'ri yetkazing o'yinini bir necha rat o'ynab beqib, demak bu o'yin qoidasini bilib ketdi. Lekin mehmon guruhidagilarga biz bu o'yin qoidasini bir tushuntirib qo'yaylik. To'g'ri yetkazing o'yinida ikki guruh a'zolari o'zaro taxtiga ma'lum bir so'z yoki maqol tamsilini yozib chiqadi. Qarshi taraf guruhga harakat shaklar qilib, sizlarning ko'rsatgan harakat shaklinglar orqali so'zni topadi. To'g'ri topalsa, cho'lpan kartasidan birisiga erishadi. To'g'ri topolmay qolgan guruh a'zolaridan ma'lum bir aylan naq maydonda san'at nomeri bilan ko'ngil so'raydi. Bizning bu bir son programmamizda 3 o'yin bor. Biz odatda 4 sonli bir bosqich qildik. 4 sonda biz 12 kartaga erisha olamiz. Kimning eng oxirgi sonda erishgan kartasi eng ko'p bo'lsa, shu guruhga yenggan bo'ladi. Her iş grubuga utuq omad yor bo'lsin. Undaq bo'lsa boshlab ketaylik. Meni qaysi guruhdan guruh kart bama gidip esirayotimlar. Senden esirayotim ben maymun rangvaz keladim. Undaq bo'lsa boshlab ketaylikmi? Qani Abdukerimxon, Yalqinga qaysinglar avval yozisizlar, qaysi guruh avval topsizlar? Endi konuğalga Abdukerim tapsın iki demler. Biz endi sahipxon bo'lgan ekan, yanıla mehmonlarga yo'l qo'yaylik. Biz burungi an'anamiz bo'yicha sizlar yezanglar, biz topamiz. Qani undaq bo'lsa boshlaylik. Marhamat. Qanday yoz ekanmiz ona endi? Ay, taxtini berdi, shunga yozsang, shu biz topamiz. Bizning Yalqinlarga kelgan mehmonlarimiz bu ekan. Biz ko'rishimiz. Oo, tepiva. Ustoz, biz bor-ku, ha? Maymundan qo'shida qoldimmi, yo'q? Birinci o'rin Mehmet Kasiyat. İkinci o'rin Van Cancan. Üçüncüsü Xayrgül. Dördüncüsü Mehmetcan. Beşincisi men Turay. Özlem Tapay. Yeni konu boşanga. Konu boşan. Endi sizlar bizga ko'rsatmay, tomoshabinlar ko'rsatmasanglar bo'ladi.
Onundan keyin tomoshabinlar ko'rsatib bo'lgandan keyin ondan birinchisi xosiyat ko'rsatishlar. Xosiyat ko'rsatib qo'yib qo'ysanglar bo'ldi, xosiyat bizning a'zolarga birdan yetkazadi. Ha, bu o'yindagi qoidasi birisi eg'izda gap qilishga bo'lmaydi. Qanday harakat qilib shuningki ifodalab bersak bo'ladi. Chunki meni keyin sizga keldi emasmi? Elgi bir navbat, yergi bir navbat deydi. Aldalama, fikrim kamın gitine. Anda qalaymaqa o'tkazsak bo'lmaydi. Xo'sh Gulbarada, Yalqinka, Hamitaka, hammanglar ayon bo'lsin. Faqat ig'izinglardan so'z yoki ig'iz mimik chiqishga bo'lmaydi. Men hozir injiqni qaraq odamga bo'laver, injiqni bo'lmay so'zim qolgan. Sahnaga chiqib ko'rsatdingiz ku? Ha, sahnaga chiqib oldi bilan faqat xosiyatdan ko'rsatasiz. Xosiyatdan ko'rgandan keyin xosiyatdan harakat bilan. Hargizmi ig'izaki ifoda bilan emas. Harakat bilan Vangjangjanga yetkazadi. Vangjangjang Xayriguladamga, Xayriguladam Mamatjon guruhi boshlig'i Abdukerim Kamga yetkazadi. Eng oxirgi javobni biz Abdukerim Kamning ig'izidan anglaymiz. Xo'sh, qani, boshlandik. Eng xushal kayfiyatda o'ynaymiz. Bu programma faqat ko'ngil ichish xarakterdagi programma. Bu yerda har kun jalmajro, xafalık bo'lmasin, kulki, shodlik bo'ladigan programma. To'xtashi, imonlar qachon yezib qo'yib ekanini 10 Sağlıklı saklayınız. 10 kunlar. Biz ma bo'shanqachmi bir rejissyorlar guruhi bizga choy akapasi ishga tushsa qo'yibdi. Ey sizlar ovozinglarni bo'shroq qilinglar, mikrofoninglar o'chiq. Biz ovoz artistlar degan qo'y. Ey Gulbahor Ro'zi. Buni ovozi o'chirib bo'lmaydi. Mamatjon Ro'zi ishkimiz tuqqanjima ma gapni ha. Mamatjon Abdukerim kan deydi, ala ovoz chiqarib bordi, ham ovoz artistlarining ovozi o'chmaydi deydi. Boshlaylik. Qani, qarxanchilar bir chavakchab beringlar. Gulbardan jiddiy xatni Abdukerim kan qarxanchini qanday kirdi? Ay oldu. Ayaklar. Hadi. Men kirkitay cho'k ko'rib qolganda qilib turman. Xasiyatda tayyorligimiz bittimi? Xasiyatdan Bir sekund to'xtanglar bu. Emasli bir. Xo'sh, qani birinchi tam to'siq il o'tilsin. Faqat 10 sekund boshlandi. O'yin boshlandi. 3 2 1. Ko'rib oldik, Xayriguladam kirma. Vaqt to'shdi. Vaqt to'shdi. Vaqt to'shdi. Vaqt to'shdi. Tamni aytildinglar. Voy aytildinglar. Hala, Vangjangjang qayshila. Yomon deyman. Qayninglar. Xalosh. Bu yo'yanda ko'payadi u ya. Men u yerda turibman. Bilib oldu. Xayriguladam. Vaqt to'shdi. Endi Xayriguladamnikini ko'ramiz, ha? Ishqilib bir chiroyli qizning gapi bo'lyapti bu yerda. Ha, boshlandi. Tam do'stga aytsin. Ovoz chiqarishga bo'lmaydi, pirim. Mamatjon deydi. Vaqt to'shdi. Vaqt to'shdi. Abdukerim ka kelgan. Abdukerim ka kelgan. Dikkat, ko'pchilik dikkat. Tirt ko'rib sizdikilar kelinglar. Sizlar oyoq qarab turinglar Mamatjon endi. Ha. 3 2 1. Tirt ko'rib sizdikilar. Nima demoqchi? Bir evrishim chiroyli chiqdi. Şunun qaraganda bu suv paris emas-da. Unda olsa tirt ko'rib Adila sizga keldi. To'g'ri to'g'ri to'g'ri. To'g'rimi? Adila to'g'rimi? Fikrim kamdan hech to'g'ri olmaydi bo'lsa. Ay, Allah baqayli. Tirt ko'rib sizdikilar. Sizlar Manda qilib, manda qilgandan keyin shu suv tushgan parini Sizga emasmi?
Malı 2, bağdı 1. oldu. Prim, Raci. Kapşık toxtanglar. Anda olsa, Tret grupsidagilarni so'rab baqaylik, doskaga nim deb yozgan. Su pərisi deb yazğan. Voy, tepsiman bu. Mübareklerimiz, mübarek olsun. Mübarek olsun, birinci gruppa, birinci qitimliqda sizlar yengib chiqdinglar. Endi o'yin o'ynash bosqichi dal Tret grupsiga keldi. O'yin tasdiq qilindi. Tabalaydigan ishonchinglar bormi? Hepimiz. Ustixoninglar tushyapti ma o'yinga. Azrak tushdi. Mening bo'yim toshmaganda ustuxunim toshdi. Unda bo'lsa Abdukerimka, sizlar yezinglar Tret grupsidagilar topsin. Qanday? Biz oddiy yezib beraylik. Ma'qul. Yalqinka, endi Bayatin Abdukerimkam grup Rabia demek qilinglar. Yalqinka, endi siz o'zingizning grup a'zolarini ratlab, shu kamarlarga kirgizib beringlar. Kamar. Birinci başkan Skirina. İkinci başkan Rabigol. Üçüncü başkanға Bavşanға Gülbahar. Dördüncüsü bizden Çolpan Hamid Parpar ağine. Hamid nima? Parpar. Parpar. Hamid Parpar deymiz. Taxallusimi? Aqtirab sal yo'riqroq to'sin debdi-da. Ben qo'shilib kiramanmi? Adat grup boshliqlar eng oxir turdi. Halqiliq bosqichda. Baji. Endi sizlarga ta'kidlab qo'ydigan bir ish, Guljamal Sabit, Rabigilada, Gulbaharada bir-biringlarga ig'zak yetkazmaysizlar. Cho'qim harakat bilan. Sizlar ovoz artisi sal xatarlik, ma ovoz mundalik qilib qo'ysanglar bilib Shunga shu ko'shingni ifodalamanglar. Harakat bilanlar. Hamidga jiddiylashyapsiz deb yo'qmi? Jiddiylashyapmi yo'qmi? Azroq bor. Gulbarda sizda-chi? Yo'q, faqat jiddiylashdim. Guljamal Sabit sizda-chi? Anda azroq. Rabigilda sizchi? Yo'q. Yalqinga jiddiylashyapsiz? Ko'stang. Diqqatma. 1, 2, Kerim. Dang dang dang. Ustam apasam bulamda. Bolulu. Deprima. Krova. Rabigilda ishga ketdi. Oldu mu? Oldu ha? Bak tosun ipa. Çek şunu. Uyanık kralı. İşte kralı. Undaq bo'lsa Guljamal boshlamdik. Guljamal Sabit. Şirek. İyi şu ya. 3, 2, 1 başladık. Tam to'siq qilib Yakılmaydı. Ve takla. Yakılmalı. Qilsanglar Cholpan kartini hozirlama grupiga beribmiz. Egizinglarni yuminglar. Şunda Bo'ldi. 3, 2, 1 başladık. Ha, yakama. İnta yakı. Bola mı? Bo'ldi. Vaqt to'shdi. 3, 2, 1 Rabigilada. Tahtayni yapılı. İkinci taqta uchun so'ngizinglarda harakat ifodasi bo'lmasin, faqat badaninglardilar. İşte Shuni yapılı. qo'yib ketparsizlar. Gulbarda vaqt to'shdi. Hamidga Oy ya marab deb koyma. Guljamal ishga kirib keting. Özger. Vaqt to'sh. İşte yapılı. Tam to'siqni ipitilsin. Hamidga başladık. Voy yalqinka. Hamidkam nim demakchi. Hay, yakama. Bo'ldi. Hay. To'shdi yalqinka bu yoqqa keling. Yalqın kaldı. Hamidka siz keyin keting. Yalqinka bu Sizler yoqqa yanlar duruyorlar. bu yoqqa Hemen keling. uyan işe kirkitinler. Yalqın kam cevabını desin. Yalqımız köz bir yer sırlı bulu. Ishga ko'rsatib turgan kelinglar qani. O'zingiz bir so'rang. Mega. Qag'allar jim turinglar. Baş kimiz bir yer kelsek şunda yaşlı ülkemiz için turpancık sukun takılacak olmuş. Va adamda mongol kelmadi. Qoldi qo'y. Stol bo'g'i toshbaqlab qo'ygandek bo'lgan bo'ldi intizda. Sen öyle tutsak şunu kumkaldaşkanda bakalım diyemiz. 王江江，你们看老师们像不像搞地鬼？特别像。 Sukunta. Okşaydı. O'xshamda. O'xshamda. Abdukamka o'zingiz bir so'rang, nima degantinglar? Nemi dedi o? Endi bizning kelli surunkong, sungukong deb o'yladimga. Baji. Bugun Ahırkı cevap. Ahırkı cevap ne mi? Jubacı mı soğuk mu? surunkong. Mana. Sırıkım. Yaşa. Taptınız.
Demek soğuk oldu. Taptınız. 3, 2, 1, Abdükerimka. Bular yandı mı, yığıldı mı? Yığıldı. Çünkü Sunukunga avaz vergedim, yalqın sefer üzdü. Özünü demeyin, maymunun gibini kıldı. Biz Adem'nin gibini kılsak bu, hayvanatlığa pırvetti sonra yığıldı. İkinizi bir. Bilemez. İkinizi bir. Şevkincini çıka. Maymun da güzellik mısın? Yalqın sefer. Ya. Onun avazsız olan iken. Ya. Çokum delcanı. Maymun bu. Onun hareketi. Yalkın sefer yengem. Yalqın sefer kanda mı maymun bolsun? Yüzlük aldı mı? Yüzülganda biz yalqın sefer de biz olduk, maymun da biz olduk. Doğrap vergenle doğrap versin kayıtlı bombası. Yalkın seferde doğrugan sizler. Bulup kendin. Manda kılıp bak kendi yalqın sefer bu. Avaz verdim, maymunluk avaz. Onak bolsa, dikkat. Hey. Onak Ben o bolsa. ezeldim şakvalını tanımaydım ama Yenila. Yalqınka, siz yalqın sefer. Siz Sunukunun obrazını yaratkan. Lekin yızıqda yalqın sefer dep yazılgandan keyin siz isminiz demesidan aksicha Sunukun dediniz. Demek Türk gruppasi yengilib qoldi. Birinchi vaqt musobaqamizda Abida gruppasi yengib chiqqanlik uchun bir dona Cholpan kartasi sovg'a qilamiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat tursunlar. Lekin bir ko'ngillik o'yin ha Dilbarada. Yalqınka, yengilgandan ko'nglinlar yerim bo'lmagan. Ya, davamlı yığılıp çıkan. Mayra. Davamlı yığılıp. Davamlıq yığılış deydi. Davamlı yığılıştır işimiz. Yalqınkamning davomliq yengilimiz deyishidagi sabab bu guruhning jazosi bir nomer o'rinlab berildi. Kim o'rinlaydi Yalqınka? Sizmi, Gulbaradanmi, kim? Gulbaradanız bir o'rinlab bersin. Gulbaradan, Gulbarada. Mush fursatda sizning chiroyli ovozingizni Eğer manda şos yenileyebilirse numara olayken. Gulbarada undaq bo'lsa sahna sizga qoldi. Türk guruhining yengilib qolgani uchun guruh a'zolari uchun siz ko'ngil so'rab qarag'anchilarga naq maydonda ko'rman do'stlarimizga go'zal naqshingizni birini taqdim etamiz. Mehmon guruhimizdagi yana bir muhim a'zo ko'p qirliq faxrlik san'atkorimiz Gulbahor Rozi. O Şinjan Radio Televiziya tarjima markazining davlatlik 1-darajalik ovoz artisti, tanilgan naqshchi va aktyor. Şinjan Televiziya san'atkorlari jamiyatining a'zosi, Şinjan kinochilar jamiyatining a'zosi. O ovoz artistlik kasbi bilan shug'ullangan 32 yil jarayonida 30 ming qismdan ortiq kino, televiziya, radio dramalariga ovoz bergan. Buning ichida 40 dan ortiq kino, televiziya teatri mamlakat va avtonom rayon bo'yicha 1, 2, 3 darajalik tarjima film mukofotiga erishgan. Shundaqla avtonom rayonimizda ishlangan muqam bilan o'tgan kunlar qatorliq oz bo'lmagan kino, televiziya teatrlarida muvaffaqiyatli obraz yaratgan. Uningdan boshqa Aman-Nisaxon qatorliq cho'ng tipdagi dramalarda, yurtiga qaytish qatorliq 20 dan ortiq etotlarda muvaffaqiyatli obraz yaratib, tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishgan. 2005-yilda Gulbahor nomli plastinkasini nashr qilib, ko'ruvchilarning huzuriga sungan. Bugungi qimmatli fursatda biz uning yana bir chiroyli naqsini anglashga muyassar bo'ldik. Kışımızı attınız, şirin balığa yar ya, oynan balığa yar ya. Bizni taşlap kettiniz, şirin balığa yar ya, oynan balığa yar ya. Yok mudur ilacınız, şirin balığa yar ya, oynan balığa yar ya. Zari zar kakşattınız, şirin balığa yar ya, oynan balığa yar ya. Yok mudur ilacınız, şirin balığa yar ya, oynan balığa yar ya. Zari zar kakşattınız, şirin balığa yar ya, oynan balığa yar ya. Şirin balığa yar ya, oynan balığa
Qadrli ko'rman do'stlar, biz o'yinimizning ikkinchi bosqichiga o'tib ketdik. Ikkinchi bosqichlik o'yinimizning ismi put orqali shar pulab etish o'yini. Putni shar pulash. Bu bosqichda ikki guruhga tövəndəki 4 karxanchini oldin tanlab o'z guruhisiga qatnashtirdi. Har ikki tarafdan 3 ta a'zo o'yinga qatnashadi. Putdagi yel bergishni kuchab taslash orqali bosh ustidagi sharni etildirdi. Qaysi guruhga sharni eng burun etildirib olsa, shu guruhga yengan bo'ladi. Biz buni oldingi bosqichlarda o'ynab baqqan. Balkim ko'rman do'stlarimizning yodida, karxanchilarimizning yodida bo'lishi mumkin. Bu shar pulash o'yinida guruh a'zolari sharni put orqali pulaydi. Sharni toz bisimga pulab yo'g'antib itiltalgan, ya'ni shar soni jiq itiltilgan shar soni jiq guruhga yengib chiqqan bo'ladi. Undaqda qaysi guruh avval shar pulisi bo'ladi? Har ikki guruhdan 3 nafardan a'zo o'yinga qatnashsak bo'ladi. Wang Jianjiang 准备好了吗？好了，好了，来。其他人都准备好了吗？好了。Bo'ldi mi? Boshlamdik. Undaq bo'lsa 3, 2, 1, boshlansin. Voy yo'qqa, yo'qqa g'ayrat qiling ha. Apkina g'ayrat. Wang Jianjiang 加油！ Wang Jianjiang 加油！ 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 Apkina g'ayrat qiling. 快点！ 好，好，好，来了，来了，Agar asli tirit guruhidagi yolqinqon birinchi shartni muvaffaqiyatli atqandi. Lekin Abida guruhi kayni-kaynidan 3 shartni muvaffaqiyatli etib o'tib, demak, to'liq guruh a'zolari shartni to'liq etib o'tish bilan muvaffaqiyat qozondi. Bu qitim biz Cholpan kartasini yanala Abida guruhiga taqdim etamiz. Muborak bo'lsin. Naq maydonda ekran olib qadrli ko'rman do'stlar, ko'ryapsizlar Abida Cholpanlar Sehnisi programmasi. Endi bugungi sonimizning 3-o'yini, ya'ni karxanchilarimiz bilan hamkorlashib turib birlikda o'ynaydigan o'yin mo'l usul o'yini. 3-o'yin mo'l usul o'yini. Bu o'yinda har bir a'zoning dumbasida birdan sevat bo'ladi. Qarshi taraf a'zolari belgilangan orliqdan sevatga to'p tashlaydi. Qaysi tarafdan sevatga tashlagan to'p soni ko'p bo'lsa, shu taraf yengan hisoblanadi. Bu oyunumuzu biz ilgirki sallarda oynab bakkan, belki körülmenlerimizin esidi bo'lishi mumkin. Bununda A grupa, yani Abida grupsi tümdüsüge bir sevetli ismi aladık. B grupa, yani Trit grupsi qo'lidagi 9 tal saburni qarshi tarafninki sevatiga tashlaydi. Tashlayalig'an, ya'ni sevatga tushiradigan sabur sonining oz yoki ko'pligiga asosan yengilish belgilanadi. Undaq bo'lsa, oldi bilan Abida guruhisini sevat esishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Undaqda Abida guruhi bilan Tirt guruhi har bir guruhga 2 nafardan karxanchini taklif qilib ochiqsanglar bo'ladi. Bu o'yinni karxanchilar bilan hamkorlikda o'ynaylik. Qani. Diqqat, undaq bo'lsa, bizning Tirt guruhining a'zolari Sartan guruhisidagi Qaysar apandi bilan Chindil guruhidan kelgan Tahir apandi bilan birlikda o'yin o'ynaysizlar. 3, 2, 1, g'ayrat qilinglar. Boshladik. Sho'ra qilgan. Voy, birsimi tushmadi-ku. Voy, bashab. Voy, putoqlarni siziqdan chiqaratmanglar. Qaysar apandi putoqni kelgan. Gulbar, yaraydi meni, u yaraydi. U yaraydi. Tushundimi? Voy, yerda patmanglar. Ha, itinglar. Ha, yaraydi. Ha, qaranglar, chiqqan shuni. Voy, chiroq ataydi. Tushundimi? Yo'q, az qoldi ya.
Amma axırqı bir tal sabır bo'ldi. Oyun to'xtadi ya. Sanayli adilar. Mamatjonning sevdida bir tal sabır bor ekan. Sizninkida yo'q ekan. Abdukerim aka, sizninkida? Menikida birisi bor. Raqli bir elektrib oldu, raqli taşıdılar. Adila 3 oldu mu? Abdukerim akamnikida 2 tal. 2 tal, 1 tal, 3 tal. 3 tal. Cemi 6 tal mı? Ay Mehmetcan'dı var mı? Ne birisi ben attım. Yaqay men saldım, men aldım mana. Demak, Tirit gruppasi naq maydonda Abida gruppasining sevitiga 6 tal sabır tushiralabdi. Endi navbat Abida gruppasiga keldi. Tirit gruppasi bilan ishlashgan. Endi almışsizlar. Almışsizlar. Endi şeylik. Bo'ldi endi sabır etish navbati bizning Abida gruppasiga keldi. Maaş kılımda dur. Yalp mı ki? 3, 2, 1, başladı. Müdürlük. Gitti. Faxriddin bek. Bek küçüğümüz. Halta ayet tak benim haltam ağzımı da yögü verse. Haydi. Yürü Uygur bal oyna. Ya halta çıkırvetti hakikaten bak halta şişkenlersin çıkırvetti. İşte gö. Bo'ldi. Tugudimi? Sanayliya. Gülcemalning sevdida bir talmi yo'q. Mala ko'zini Faxriddinnikida mi yo'q? Halta eski kıldı. Halta çok çıkır. Yaraydı. Xeyri a'zolar. Shukr chirvat keldim baba. Yaraysa. Muborak bo'lsin, xeyri kelinglar. Rahmat. Ajab qizg'in davom etdi musobaqa. Natijada bizning korxonachilarimiz bilan birlikda hamkorlashib o'ynaydigan o'yin bosqichimizda Tirit gruppasi muvaffaqiyatli qo'lga kiritdi. Muborak bo'lsin. Albatta bizningki Abida gruppasiga birlikda hamkorlashgan korxonachilarimiz endi bu sovg'at bersizlar. Sovg'at olib keldi. Yengilib qolgan gruppdagi korxonachilar. Şinjan Loqman Ekim Biyopentakçı şirketinden Aytara doktor hammalarga salom. Bugungi bu faoliyatimiz intayin qizg'in davomlashdi. Yengilgan guruhidagi korxonachi bo'lishibdim bilan Müşahideki barlıq korxonachilarga, yengilgan hammalarga Loqman Ekim ko'p xil vitaminlik aqsil talqinlarini so'ng qiladi. Yengilgandan bir hikmat, yengandan bir hikmatda sahnimizda mana shunday xushal xabarlar, sahnimizda mana shunday xush xabarlar, xushalliklar uzilmaydi. Endi biz musha haftalik sonning xulosasini chiqarib aytaylik. Bu haftalik musobaqamizda Abida gruppasi 2 tal Cholpan kartiga erishish bilan yengib chiqdi. Muborak bo'lsin. Tirit gruppasining Cholpan kartisi faqat 1 tal bo'lib qoldi ya. Bo'ldi, qadrli ko'ruvchilar. Bu sondagi programmamiz, ya'ni bizning Abida gruppamizning muvaffaqiyati bilan oxirlashdi. Undaqda kelarki sonda yana bizning natijamizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Cholpanlarimiz sahnada yana bizni qanday qiziqarli o'yinlar bilan kuldiradi? Bunga qiziqsanglar, programmamizning keyingi sonlari davomli diqqatinglarda bo'ladi. Xayr xo'sh do'stlar, aman bo'linglar. Xushalliklar uzilmagay.